Meditatsiyaga tayyorlanamiz. Butun tanangizni bo'sh qo'ying. Bugungi o'y-hayollaringizdan, bugungi tashvishlaringizdan butunlay ozod qiling. Tanangizni biroz dam bering. Tasavvur qiling, yumshoq bulutlar ustida orom olayotganingizni. Yelkalaringizni bo'sh qo'ying. Chuqur nafas oling. Nafas chiqaring. Endi kelajagingizni tasavvur qiling, ko'z oldingizga keltiring. Kelajagingizda siz xohlagan pullar qancha topishni xohlardingiz oyiga? $2000, $3000. Agar turmush o'rtog'ingiz $10,000 topsa, $5000 bera oladi sizga. Tasavvur qiling. Mana shu pullarni olayotgandagi hislaringizni e'tibor bering mana shu hislarga. Bu pullar sizga qanaqa yo'nalish bilan kelayotganligini balki plastigingizga, balki so'm tarzda, dollarlarda ko'z oldingizga keltiring, ularni tushib kelayotganini, ya'ni qo'llaringizga berilayotganini, sanayotganingizni his qiling. Nima bergan bo'lardingiz o'zingizga? Nima olgan bo'lardingiz bu pullarga? Birinchi navbatda o'zingizga nima sotib olgan bo'lardingiz? Nima hadya qilgan bo'lardingiz? Va ko'zlaringizni yumib yana hislaringizga e'tibor bering. Butunlay bo'sh qo'ygan holatda mana shu o'zingiz xohlagan narsani o'zingizga berayotganingizdagi holatingiz qanaqa? Nimalarni his qilyapsiz? Birinchi navbatda qayerga borgan bo'lardingiz dam olishga? Yoki qanday uy yoki nima sotib olgan bo'lardingiz? Qaysi davlatga borgan bo'lardingiz? Bu dam olish qaysi darajada bo'lardi? Aytaylik, 3 yulduzli mehmonxonami? Yoki 5 yulduzli mehmonxonami? Qaysi mehmonxonadasiz? Qaysi davlatda? Qanday samolyot bilan bu joygacha uchib keldingiz? E'tibor bering. E'tibor bering. Siz turizm yo'nalishlarida qaysi davlatga uchishni tanlayotganingizni faqat hislarga e'tibor beramiz. Nimani his qilyapsiz mana shu holatda? Nimani? Qanday hislar o'tyapti? Qaysi samolyotda uchgan bo'lardingiz? Endi his qiling, siz uchun haqiqiy boylik o'zi nima? Balki
Bu asl o'zligingizni topishdir. Ichingizdagi o'zligingizni. Asl xohishlarni topishdir. Balki bu narsalarning pullarga umuman aloqasi yo'qdir. Sizning borliqqa berayotgan sevgingizdir. Insonlarga berayotgan sevgingiz. Qancha miqdorda bera olyapsiz? E'tibor. Qancha miqdorda bera olyapsiz yaqinlaringizga shunchaki hadya, sababsiz. Sababsiz mehr. Bera olayotganingizni tasavvur qiling. Va qanchalik ko'p miqdorda bera olayotgan bo'lsangiz, sizga shu miqdorda pullar kelayotganligini his qiling. Nahotki bu topgan pullarimizga miqdoriga bog'liq, balki bu bizning ichki holatimizga bog'liqdir. Qanchalik o'zingizga va atrofingizga beradigan sevgi bilan o'lchanar. Va mana shu ichingizdan qo'yilyapti. Farovonlik, serobgarlik tashqarida bo'lmaydi. Bu sizning ichingizda, sizning ichki holatingizda. Energiya. Pul bu energiya. Va bu yozilishni boshlaydi. Siz esa berishni. Siz endi pul bilan kelishib oldingiz. Siz bu energiyani taniysiz. Va endi sizda pulga bo'lgan qo'rquv yo'q. Qo'llaringizni xuddi duoga ochganday qo'llaringizni oching va his qiling shuni. Uyingizda siz xohlagan pullar yotibdi. Va siz shuni his qilyapsiz har oy toki siz bu miqdordagi pulni o'zgartirishni xohlamaguningizcha sizga bu pullar berilyapti. Sizga bu pullar kelib turibdi. Siz har oy qiynalmay ishlashingiz, qiynalib topishingiz shart bo'lmagan pullar. Bu pullar uchun uzoq ishlash shart emas. Siz shunchaki rohatlanyapsiz. Qilayotgan ishingizdan rohatlanyapsiz. Chunki siz sevimli ishingizdasiz. Sevimli ishingiz bilan mashg'ulsiz. Va sevimli ishingiz bilan mashg'ul bo'lgan holda natijasini olyapsiz. Shunchaki qiyinchiliklarsiz, yengil va oson qabul qilyapsiz barcha pullarni. Hayotingizni baxtga, omadga, quvonchga aylantiryapsiz. Hamma hayotingizni quvonchga, baxtga sarflang. Eslab qoling. Hozir his qilayotgan tuyg'ularingizni eslab qoling. Qanday qilib mana shu baxtni his qilayotganingizni,
qanday qilib pullarni qabul qilayotganingizni eslab qoling. Qanaqa qilib yengilgina mahoratingizni baxshida qilyapsiz va shu uchun pul olyapsiz. Dunyoga go'zallik beryapsiz va egaziga mana shu pullarni qabul qilyapsiz. Siz qanaqa qilib yengil ishlayapsiz va yengil qabul qilyapsiz barcha boyliklarni. Qanchalik yengil, qanchalik olamga, dunyoga o'zingizdan qo'lingizdan kelgan mahoratli qirralarni bera olganingizda, qanchalik osonlik bilan dunyoni sevolganingizda, osonlik va yengillik bilan shu pullar kirib kelyapti. Shu pullar shunchalik oson kirib kelishi boshlaydi. Butun dunyoga o'zingizning asl muhabbatingizni osonlik bilan bering, yengillik bilan va yengillik bilan barcha boyliklarni yengillik bilan qabul qilishni boshlang. Judayam chuqur, yanayam chuqur. Eslab qoling. Endi mana shu kelajagingiz erishgan summa hozir shu zamonda kirib kelishni boshladi. O'tmishda emas. Chunki siz vaqtsizlikda yashayapsiz. Hozir siz uchun shu dam bor. O'tmish emas, kelajak emas. Shu onni o'zida yashayapsiz. Siz uchun chegara yo'q. Bog'lashni boshlang kelajak va hoziringizni va mana shu holatni mehnatingiz orqali yoki eringiz orqali, yaqinlaringiz orqali sizga shuncha summa kelayotganini farqi yo'q. Sizga kim orqali kirib kelayotganligini birlashtiring. Birlashtiring va ko'z oldingizga tekisgina yo'lni tasavvur qiling. His qiling. Qanaqa ajoyib his, tuyg'u berish va olish. Va hozir shu onda siz o'sha ekanligingizni anglang. Mana shu puldor, serobgar inson ekanligingizni his qiling. Hislaringizga erkinlik bering. O'ynang, kuling, o'zingizni quchoqlang. Chuqur nafas olamiz. Nafasingizni ushlab turing. Bu siz uchun signal, eslab qolish uchun. Yana bir marta chuqur nafas oling. Va bu endi ko'rganlaringizni borliqqa qo'yib yuborish uchun, atrofingizga qo'yib yuborish uchun hech qaysi timsollarga yopishib qolmang.
va asta-sekin ko'zlaringizni oching.